Assalomu alaykum hurmatli Fast Education YouTube kanali obunachilari. Mana bugun bizning podcast with our successful students ko'rsatuvimizning navbatdagi loyihasi. Bugungi loyihamizda umumiy 7,5 ballni qo'lga kiritgan Habibaxon. O'zingizni tanishtiring. Assalomu alaykum hammaga. Meni ismim Habibaxon va men Fast Education'da Bobur Jo'rayevni kurslarini olib 7,5 natijani qo'lga kiritdim. Xo'p, Habibaxon, keling sectionlaringiz haqida gaplashsak. Sectionlaringizda qanaqa natijalar qo'lga kiritgansiz? Meni listening natijam 8, reading 7,5, writing 6 va speaking 8,5. Demak, speakingda 8,5 juda ham yuqori natijani qo'lga kiritgan ekansiz. Demak, speaking bo'yicha ko'proq to'xtalib o'tamiz. Xo'p, keling bo'lmasa har bitta qism haqida alohida gaplashib o'tsak. Listening sizda tayyorgarlik jarayoni qanaqa bo'ldi? Listeningni asosan shu self studyda to'liq testlarni, ya'ni 40 talik savolli testlarni qilardik. Keyin esa o'sha discuss qilib, xatolarimizni to'g'rilardik. Reading ham xuddi shunday, to'liq testni bajarib, so'ng xatolarimizni ko'rib chiqardik. Listeningdan necha ball olgandingiz? 8. 8. Xo'p, 8 ball olguningizcha o'sha practice jarayonida testlarda necha rezultat chiqardi? Misol uchun, ayrimlarda shunaqa holat bo'lgan, 7, 7,5 practice'da chiqadi, lekin officialda 6,5, 6 yoki chapachasi. Ko'pincha o'zi Cambridge'dan ishlardik va u kitoblarda natijam shu 35 ta, 7,5, bir-ikki vaqt 8 chiqardim va ko'pincha 7,5, 7 chiqardi. Demak, official bilan o'sha practice jarayoni bir xil holatda bo'lgan. Deyarli, chunki o'sha officialda odamda pressure bo'ladi, ya'ni bosim. Shuning uchun ham menimcha 8 chiqqanda bo'ladi. Xo'p, readingga to'xtaladigan bo'lsak, readingda ko'pchilik studentlar anchagina qiynalishadi, muammolari juda ham ko'p. Readingga bolalar nimadan tayyorlansa yaxshi, nima deb o'ylaysiz? Kitoblarda aytsak, o'sha Cambridge kitobini tavsiya qilgan bo'lardim. 18 o'sha 9 dan 18 gacha bo'lgan kitoblarni va bundan tashqari boshqa IELTSga yordam beruvchi kitoblar ham bor. O'zim ham o'sha Cambridge kitoblaridan foydalanganman va test ishlagandan so'ng albatta xatolarni ko'rib chiqish kerak. Writingda ballingiz birozgina boshqalariga qaraganda 6 chiqqan ekan. Writingda sizda nima muammo bo'lgan yoki nima qiyinchilik bo'lgan? O'zi boshidan writingni juda yomon ko'rganman. Undan ko'ra speakingni o'zi yaxshi ko'rardim. O'sha writingda boshida juda past olganman, 5,5, 6, o'sha har doimgidek 6 olganman. Keyin o'zi writingda ko'p tayyorlanganman. Bitta essay yozardim, ustozimga olib chiqardim, xato topardi, yana yozardim. Bitta essayni 5 marta yozgan vaqtlarim ham bo'lgan. Baribir ham o'sha 6 chiqdi. Demak, writingga tayyorlanayotgan vaqtingizda o'qituvchingizda qanaqadir bir o'zlarini yo'nalishlari bor. Misol uchun nechtagachadir xato qilsa tekshirishadi, yana qaytib o'tadi, shunaqami? Ustozim boshida 5 tagacha xato edi, keyin sal vaqtdan so'ng faqat 3 tagacha tekshiraman dedi va shunday qilib 3 ta xato tekshirardi, 3 ta xatodan so'ng tekshirmasdi qolganini. Keyin yana boshqatdan yozib kelish kerak edi. Men shunday qilib bitta essayni ko'p marta yozganman. Demak, agar sizda 3 ta yoki undan ko'p xato chiqadigan bo'lsa, essay shu joyda to'xtatiladi. Xato aytiladimi o'sha joyda bo'lganini? Albatta, masalan, birinchi xatoni aytib, o'sha bir belgisini qo'yib qo'yadi. 2, 3 ta ham shunday va 3-ta oxirida o'sha 3 ta belgilaydi, boshqatdan yozib keling derdi va boshqatdan yozib kelishga majbur edik. U essayni boshidan yozardilaringizmi yoki davomini to'g'rilab? Yo'q, boshidan yozardik. Davomini to'g'rilash mumkin emas. Agar xatolarimizni topsak to'g'rilardik, davomini ham. O'zi topgan xatolarini to'g'rilab borardik, lekin ustozimiz baribir kuchli edi, yana xato topardilar. Shu oxirgacha yana 3 tadan ketaverardi. Demak, writingga shug'ullanish jarayoni o'zi ko'proq protsess bo'lgan ekan, boshqa qismlarga qaraganda, tushunishim bo'yicha. Xo'p, speaking qanday qilib 8,5 natija, hattoki juda ham ko'p odamlar, native speakerlar ham qiynalishadi 8,5 olishga. Sizda nima sabab bo'ldi 8,5 olishingiz uchun? 8,5 uchun birinchi navbatda boshidan speakingni yaxshi ko'rganman. Boya aytganimdek, writingdan ko'ra men speakingni yaxshiroq tayyorlanganman. O'zi boshidan o'sha men masalan idiomlarni bilsam ham uncha ko'p idiomlar ishlatmasdim, chunki uni joyida ishlatmasa, u ham ballni pasaytiradi. Va bundan tashqari o'sha Bobur Jo'rayevni kurslarida o'qiyotganimda, self studyda u kishi aytardi, shu studentlardan o'sha ekzamen olishga qarashib oling, ya'ni o'sha studentlardan ekzamen olganman. O'sha katta foyda bergan, chunki men ekzaminator qanaqa his qilishini bilganman-da. Shunda o'sha o'zim ham o'sha speakingga kirganimda o'sha xuddi ekzaminatorni o'zimni o'quvchilarim singari, o'sha ekzamen olgan o'quvchilar singari tasavvur qilib, menimcha shundan baland bo'lgan deb o'ylayman.
Demak, siz o'qiyotgan vaqtingizda ham o'qib, ham examiner darajasida examen olib turgansiz speakingni. Keyin yana bitta narsani aytib o'tish kerak. Ko'pchilik studentlar siz aytganingizdek idiomalarni yodlashadi, vocabularyni yodlashadi va ular ishlatishga harakat qilishadi. Ya'ni mana men ishlatyapman o'sha vocabularyni, lekin aslida u narsa ballni tushiradi. Juda ham katta ta'sir qiladi-ya. To'g'ri. Masalan, zo'r gapirib, masalan, qandaydir savol bersa-yu siz javob berib, oxirida bitta idiomani noto'g'ri ishlatib qo'ysangiz, bu keskin ballni tushiradi. Faqat idioma emas, advanced words, ya'ni vocabularyni ham joyida qo'llash kerak. Agar noto'g'ri qo'llansa, u albatta ballga ta'sir qiladi. Demak, nima deb o'ylaysiz? O'sha idioma yoki so'zlarni noto'g'ri ishlatib gap tuzish yaxshimi yoki ishlatmasdan oddiy so'z bilan gap tuzish yaxshimi? Albatta ishlatmasdan oddiy gap tuzish va albatta pronunciation ham yaxshi bo'lishi kerak. Men ham masalan imtihonimda bironta idioma ishlatmaganman. Ya'ni idiomasiz, ortiqcha narsalarsiz. Speakingiz mock examenlarda necha chiqardi? Misol uchun officialda 8.5 undan oldingi marking system bo'yicha-chi? O'zimizni ustozimiz mock examen olganda speakingim ko'pincha 6.5 chiqardi. Oxirrog'ida esa, ya'ni examen topshirishimdan oldinroq 7+ deb aytishardi o'qituvchilarim va bir marta mock topshirganda o'sha 7.5 qo'ygandi. O'zim ham uncha xursand bo'lgandim, lekin ishonmaganman. Keyin o'zimni official examenim chiqqandan so'ng o'zim ham juda xursand bo'lganman. Xo'p, demak, shuncha vaqt o'qigan ekansiz. O'zi umumiy o'qish ingliz tilini 0 dan hozirgi darajangizgacha o'qiganingizga qancha vaqt ketdi? Xullas, men o'sha Fastication'da 0 dan boshlab o'qiganman. 0 dan o'zingizda o'qigansiz. Starterdan boshlab. Lekin men har yozda dam olganman, bormaganman. Ya'ni siz kursni ham o'qiyotgansiz, ham yozda dam olganman, ha. Masalan, A1 da 8-sinf bo'lganman. O'sha sentyabrda A2 degan uzr, 8-sinf bo'lganman. Keyin bir yana 6 oy o'qimay ketganman, yana kelganman. Shunaqa qilib, borib shunaqa qilib yurganman. Demak, siz IELTSni butun hayotingizni berib o'qimagansiz, shunchaki o'yin holatida davom etgan. Juda o'yin emas, damob amalga oshirganmiz IELTS. IELTSni olganingizda yoshingiz nechida edi? 16 yoshda speaking 8.5 va umumiy 7.5. Juda ham zo'r rezultat. Demak, 16 yoshingizgacha sizda starterdan boshlagan vaqtingiz necha yosh bo'lgansiz? Ya'ni starterni boshlagan vaqtingizda. Menimcha 13-14 bo'lsa kerak. Demak, siz dam olishlar bilan umumiy hisoblaganda 2-3 yil vaqt ketgan ekan. 2 yil vaqt ketsa ham bo'ladi. 2-2,5 yil vaqt ketgan ekan. Demak, sizda ko'p dam olish bo'lgan ekan. Agar dam olmasdan turib birdaniga o'qiganingizda balki 1 yillar ketardi, 8 oy 1 yil agar dam olmaganimda. Demak, bolalarni eng qiziqtiradigan savollardan bittasi qancha vaqt ketadi 7.5 olishga? Qancha vaqt ketadi 8 da olishga? Demak, agar odamni o'zi o'qisa, qiziqsa, demak 1 yil ham yetib ortadi. Shunaqa, faqat shu IELTSdan baland olaman deb har kuni ham masalan o'zini yuz berib o'qimaslik kerak, chunki miya ham dam olish kerak. Menga o'xshab 6 oylar emas, shu masalan qaysi kun, masalan yakshanba sal dam olsin, qilib tursin, faqat dam olish ham bo'lish kerak. Pressure ko'p bo'lsa ham masalan odamlar ola olmaydi-da. Demak, sizga 2 yil juda ham yetarlicha vaqt bo'lgan ekan, shuncha tajriba orttirishga, bundan tashqari o'zingiz yosh bo'lishingizga qaramasdan shuncha qiziqish bilan ingliz tilini o'qigan ekansiz. Motivatsiyani qayerdan olardingiz o'qish uchun? O'zi ingliz tilini o'rganishimga sabab men o'zi secretni narsalarni ko'p qilaman. Masalan, diary yozsam ham, shu birov tushunmasin degan maqsadda boshqa tilda o'rganmoqchi bo'lganman va ingliz tilini shu maqsadda o'rganganman, boshqalar tushunmasligi uchun. Lekin baribir ham global tilga aylanib ketgan. Shundan so'ng o'sha motivatsiya shu boshqalar tushunmasin degan ma'noda, lekin baribir ham hozir ko'pchilik tushunadi. Demak, siz private bo'lishni xohlaganingiz uchun ingliz tilini o'rgangansiz. Hamma ingliz tilini IELTS olish uchun, o'qishga kirish uchun harakat qilishadi, lekin bu kishi esa shunchaki private, ya'ni o'zlari boshqalar nima haqida gapirayotganligini tushunmasligi uchun o'rganishgan ekan. Albatta bu juda ham zo'r motivatsiya. O'qiyotgan vaqtingizda sizga eng yoqqan narsa nima edi? Ya'ni qismlardan yoki IELTSga tayyorgarlik yo'lidan? Albatta o'sha men o'qigan kishilarni juda ham qo'msayman. Masalan, ko'pchilik bilan tanishganman, dugonalarim, friendlarim ko'p bo'lgan. O'sha ham ustozlarim juda ham yaxshi bo'lishgan va self studyda o'qigan vaqtlarimni o'sha eng zo'r vaqt o'sha bo'lgan deb hisoblayman. Juda ko'p kishi bilan tanishganman o'sha vaqtda.
Demak, sizga eng yoqimli bo'lgan narsalardan o'sha guruhdoshlar orttirish, tanish orttirish va ular bilan birgalikda ishlash, Birgalikda cooperation, team working o'sha narsalar yordam bergan. Qismlar bo'yicha, section bo'yicha, ya'ni Albatta listening, speaking. speaking eng yomon ko'rgan qismingizchi? O'sha writing bo'lgan, boya aytganimdek, chunki bitta essayni ko'p marta yozishimga to'g'ri kelgan va bundan tashqari writing skillim uncha ham baland bo'lmagan va hozir ham yomon ko'raman. Hozirgacha yomon ko'rasiz va hate qilgan narsasini odam o'rganish qiyin bo'ladi o'zi. Boshqalarga IELTS tayyorlanayotgan talabalarimizga yoki kandidatlarga nimani maslahat berasiz? O'sha kitoblardan bo'lsa Cambridge'ni kitobini maslahat beraman va bundan tashqari gruppa bo'lib ishlasa ham katta plyus tomonlari bor. O'sha chunki gruppa bo'lib ishlaganda boshqalarning fikrini ham biladi odam va o'zini xatosini ham tezda anglaydi va albatta ustozlardan doim yordam so'rash kerak. Demak, o'zlarini ustida ishlashlari, practice qilishlari va doimiy o'qituvchidan feedback olib turishlari eng asosiy qismlardan. Endi hozirgi kunda maktabda nechinchi sinfsiz? 11. Demak, yaqinda universitetga topshirasiz, balki topshirgan ham bo'lishingiz mumkin. Xo'p, future plans qanaqa? Shu future plans o'zi Websterga kirganman, Webster universitetiga. O'sha yerda o'qimoqchiman. O'zbekistondagi filialiga, Toshkentda. O'sha yerda o'qib, o'sha Websterdan chet elga ham o'qishni niyatim bor. Va hozirda IELTS'ni yana baland qilishga ham niyatimiz bor. Demak, siz IELTS 7.5 bilan to'xtab qolmaysiz va buni ustida ishlaysiz. Va kelajakdagi kasbingiz? IT bo'yicha qiziqasiz. Shu bo'yicha. Demak, sizni boshqa davlatda o'qish niyatingiz ham bor ekan. Qaysi davlatga plan qilgansiz? UK, ya'ni Britaniyada o'qish. Nimaga aynan UK? Shu o'zi UKni shahri uchun emas, balki countryside, ya'ni qishloq joyi juda ham go'zal hisoblanadi, ya'ni tabiati va bundan tashqari ularning ovqatlari shunga yarasha o'sha odamlari ham boshqacha deb hisoblayman. Shuning uchun UK, ya'ni Britaniya. Mana shu starterdan shu darajagacha kelguningizgacha bo'lgan o'qituvchilaringizni eslab o'ta olasizmi? Ya'ni kimlarda o'qigansiz, qaysi o'qituvchilar va dars jarayonlari? Albatta. Starterda Nargiza Qayumova o'qituvchim edi. Unda ham 20 ta emas, 10 ta dars o'qib, keyin o'tib ketganman birdan A1ga. A1da esa Nasiba Sabirova edi. A2da esa Dilshoda Kenjayeva, B1 Husayn Zakirov, B2 Botir Jo'rayev, C1da esa Dilmurod Yo'ldashev, C2 Botir Jo'rayev va intensivda Bobur Jo'rayevda o'qiganman. Demak, starterdan shu darajagacha kelgunizcha Fast Education'ning o'zida qolgansiz va shunaqa katta rezultatni erishgansiz. Xo'p, starterda 10 ta darsni o'qib, birdaniga A1ga o'tgan ekansiz. Bunga sabab nima bo'lgan? Ya'ni sizda o'qituvchingiz qarab, bilimingiz juda ham zo'r bo'lganligi uchun. Shunaqa desa ham bo'ladi. O'sha 10 ta darsda o'zi kim olib ketadi, kim olib ketmaydi yoki kim qiynalishi aniq bo'lib qoladi. O'shanda Nargiza Qayumova, ya'ni starter ustozim aytgan, siz birdan A1ga o'tsangiz bo'ladi, chunki men qolgan 10 talik darsini nimaligini bilganman-da. Sal bo'lsa ham informatsiya bo'lgan, shuning uchun birdan A1dan o'tganman. Tushunarli. Demak, oxirgi kurslaringizda Botir Jo'rayev va Bobur Jo'rayevni hissalari juda ham katta bo'lgan ekan, siz bu natijaga erishishingizga. Xo'p, o'qituvchingiz haqida, masalan, darslari bo'yicha sizga eng yoqqan narsa nima bo'lgan? Botir Jo'rayev yoki Bobur Jo'rayev? Botir Jo'rayevda o'sha darslarida albatta studentlarni ko'chaga olib chiqib, qandaydir aktivity qilinadi va bu juda ham yaxshi deb o'ylayman, chunki bitta xonada, bitta joyda dars qilaversa odam qanaqadir zerikadi, charchaydi. Mana shu narsa Botir akada darslarida juda yoqqan. Bobur akaning darslarida esa doimo dars oxirida kichkina bo'lsa ham ekzamencha bo'lgan, o'sha speakingdan, o'sha yoqqan o'zimga ham. Speaking topshirish ham yoqardi. Demak, Botir Jo'rayevni darslaridagi eng asosiy narsalardan biri odatiy va traditional darslardan umuman boshqacharoq olamda. To'g'risini aytganda, boshida darsda o'qishdan qo'rqardik. Ya'ni qaysi ustozga borsangiz ham qandayligini bilmaysiz boshida baribir ham, shuning uchun qo'rqardik, lekin darslar davomida u kishini qanchalik samimiy va qanchalik yaxshi ustozligini ko'rib, o'zimizni keyin erkin his qilib darslarda yaxshi qatnasha boshlaganmiz
va o'sha darsni boshida shu qo'rqinch bo'lgan bo'lsa, oxirida o'sha kursni tugatayotganimiz uchun xafa bo'lganmiz. Yana chunki o'qish niyatida. Botir Jo'rayevning darslari demak an'anaviy darslardan farq qiladi. Albatta, har darsda yangi bir metodika, yangi bir dars yo'nalishi bo'ladi. Bitta darsni 2 marta qaytarib ko'rmaganmiz. Botir Jo'rayevda ko'pchilik talabalar shunaqa deb aytishadi, ya'ni bugun bitta ko'rilgan narsasi ertangi holatda ko'rilmaydi. Ya'ni darslarining metodikasi har safar har xilcha bo'ladi va qiziqarli bo'ladi, to'g'rimi? Bu narsa juda ham bolalar uchun yaxshi foyda bergan hisoblanadi. Xo'p, bo'lmasa kelajakdagi o'qishlaringizga omad, ishlaringizga omad. Rahmat. Nima niyat qilgan bo'lsangiz, barcha niyatlaringizga yeting va o'sha o'qishlaringizda qaysi universitetni tanlagan bo'lsangiz va sohangiz bo'yicha yetuk mutaxassis bo'lishingizga ishonamiz va biz Fast Education jamoasi sizga ishonamizki, siz yana bir marotaba IELTSni topshirib, bundan yuqori natijalarni ko'rsatib va o'zingizning sohangizda ham anchagina yetuk mutaxassisga aylanasiz. Katta rahmat. Salomat bo'ling.